Butun O'zbekiston, butun SNG, xullas Toshkent hammalarga viza tashiyman. Fanta apelsini jigari yaqinroqdan keling ko'rsing. Fanta apelsinini qayoqdan nech pul olib yuribsizlar? Men aytayotgan narxim juda ham zo'r narx. 1 kilosi 6000 so'm. 1 kilo Fanta apelsinni 3-aprel kuniga 6000 so'mdan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sochli, mochli, suvligi bo'ladi, xudo xolasa. Masalan, suvni qaranglar. Otilyapti akalar, otilyapti. 1 kilosi xudo xolasa 6000 so'mdan. Bugun juma kuni 3-aprel xudo xolasa soat 5:00 da Ilonli ota filialimizga keladi. Ulgurib qolinglar. Bir fura olindi xudo xolasa, bemalol kelib qancha xohlasangiz shuncha olinglar akalarim, kenajonlar. Butun Toshkent xalqim, sizlar arziysizlar. Javob faqatgina like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. O'zbekiston mehribonlar, like bosib qo'yinglar, charchamanglar. Masalani